Akalar kapta 3 mashina olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga ham balon taqib beryapmiz. Xudo xolasa akamiz Rossiyaga ketyapti ekan. 245 ga 60 e'tibor beringlar. Biz sezonli dizel shassasi bor. Xudo xolasa 25-yilda ishlab chiqarilgan balonni taqib beryapmiz. Yumshoqqina. Xudo xolasa qorda ham siyganmaydi. O'zini mana qanday jo'ski balonni chiqarib tashlab, chiroyli qilib, Xudo xolasa xizmat balansor uстановкасini tekin qilib o'rnatib beryapmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, 18, 19, 20, 21, 22, 23 razmergacha balonlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib kelsanglar, Xudo xolasa bunyodga to'g'risida balon sentr asaka chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Aka qalay, narx-navolar yaxshi yoqdimi? Gap yo'q. Uстановkalari tekin bo'lyapti uстановkalari? Uстановka bepul. O'zimiz tushirib beramiz yoki yuklab beramiz? Ay, endi yaqingandek. Balon center asaka ishlab turibmiz, kelaverasizlar. Akalar, Xudo xolasa Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga o'zini zavodskiy kontenter balon taqib beryapmiz. Peregom yap-yangidek, Xudo xolasa ertalab yechib qoldik. Uni o'rniga Abbenga o'zini tishli balon mashina Rossiyadan kelgan ekan. Tishli balonni yechib qolyapmiz. Kimgadir kerak bo'lsa, xabaringlar bor. 900 ming so'mga kontenter akalar Cobalt mashinasi olib qo'yganmiz. Xudo xolasa bu mashinamizga o'zini kontenter zavodskiy 195 ga 65 15 balon taqib beryapmiz. Peregom yechib qoldik ertalab. Mana abben qilib beryapmiz. Xuddi shu balonga o'zini zavodskiy balon taqib beryapmiz. Tishli balon bu mashina Rossiyadan kelgan ekan. Rossiyadan yangi taqib kelgan. Xudo xolasa xabaringlar bor, o'zini 900 ming so'mga olib qolamiz zavodskiy balonni. 1 million so'mga taqib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar, Xudo xolasa mana shu balonni 1 million so'mga berib yuboramiz. Xizmati bilan 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Hisoblab qo'yinglar, рабочий. Yangi balon sotib olsangiz bizdan, xizmati har doimgidek tekin bo'ladi. Bu рабочий balonni uстановка qilib o'rnatib berishimiz balon sotkalar bilan 100 ming so'm. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mo'ljalimiz bunyod yoqmishmolar to'g'risida balon center asaka Xudo xolasa o'rnatib, chiroyli qilib, xuddi shunaqa qilib qoraytirib qilib beramiz. Kelaverasizlar, ishlab turibmiz.